Assalomu alaykum azizlarim. Kirib kelgan yangi yil bilan hammanglarni tabriklayman. Oilalarga tinchlik, totuvlik tilayman, qut baraka tilayman. Nimaniki orzu qilgan bo'lsanglar, Xudo xolisa mana shu yangi yilda hammasiga erishinglar. Xo'p, yangi yilni boshlab olibmiz. Shunday ekan, kelinglar, yanvar oyida sizlarni nima kutyapti? O'shani ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Yangi yilda sizlarni nima kutyapti? Yangi yilda sizlarni nima kutyapti? Variantli qilamiz. 3 ta variantdan iborat bo'ladi. 3 tasidan bittasini tanlaysizlar. Tak, birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant. Boshladik. Birinchi variantni tanlaganlarga, xo'sh, siz qanaqa insonsiz? 2025-yilda juda ham ko'p mehnat qilib, endi o'shani hosilini olaman deb kutib turgan insonlar. Xo'sh, sizlarni yanvar oyida nima kutyapti? Tanlov. O'sha qilgan mehnatinglarni hosilini olasizlar. Xudo xolasa yanvar oyida qayergadir sayohatga chiqish arafasida turibsizlar. Yoki bilinglarki, o'sha niyat qilgan bo'lsanglar, yanvar oyida sizlarni juda ham maroqli sayohat kutyapti. Xo'sh, ikkinchi variantni tanlaganlar, siz oilalisiz. Juda ham oilangizni yaxshi ko'radigan, hamma mehringizni, vnimaniyingizni, kuchingizni hammasini faqat oilangizga beradigan insonsiz. Xo'sh, mehribon juda ham. Yanvar oyida sizni nima kutyapti? Juda ham yaxshi karta chiqdi. Juda ham. Agar kimdir ish qidirayotgan bo'lsa, imkoniyat berilyapti yangi ishga chiqishga. Sizlarni yanvar oyida nimani plan qilgan bo'lsanglar, hammasi